Assalomu alaykum. Hozir Breezer uстановка qilamiz. Balo Asp 200. Bu yerda mana dekor plast orqasida paneli har xil narsalar bor ekan, keyin beton. Xudo xolasa mana akkuratni qilib beramiz. Tok tekshirgich bilan tekshiramiz. Xudo xolasa yo'q. Teshigimiz tayyor bo'ldi. Bu beton. Birinchi 120 da teshib oldik, kattaroq. Boyagani 120 bor. Keyin 112 da teshdi. Sababi bu yerda mana bu penaga o'xshaydigan ishqilib narsada uni orqasida taxta bor mana. O'shalar akkuratni teshdi. Changini bu yerda silikon ishlatamiz. Sababi 112 diametrda teshdi. O'z turbamizni o'zi ham 112 mm zazor bor chetida. O'sha zazorni yo'q qilish uchun polni silikon qilib chiqdi. Endi bunda burab aylantirib tiqamiz. O'shanda shell вообще bo'lmaydi, xudo xolasa. Xo'p, Balo Asp 200 uстановkamiz bitdi. Xudo xolasa qattiq o'tirdi. Shunaqa qiyin joylarga ham uстановka qilib berdi. Xo'p, filtrlarni qo'yamiz. Bu uгольный filtr. Uгольный filtr eng oxirida bo'ladi. Bu грубый очистка filtr. Главный bo'ladi. Bu HEPA filtr. Да, не надо. Mana решеткasini oldi. Cho'tki chiqdi, xudo xolasa. Bu mana plasmas, orqasida taxta, keyin orqasida beton. Beton ham qattiq beton, suxoy cho'tki teshib berdi. Mana reshetkasi. Я этот разменял.